Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Amerikan YouTube kanal ochishni o'rganamiz. Undan oldin Chrome'ga kiramiz. Mana shu yerda YouTube degan joyi bor. Mana yerdan 3 ta nuqtani bosib desktop versiyaga o'tkazsanglar, kompyuter versiya bo'ladi. Internet ozroq ishlamayapti mana. Mana kanalchangiz ustiga bosasiz va bu yerdan kanalingizni ochish. Shu yerga keyin kanal sozlash. Keyin YT Studioga kiratda chiqib ketadi. Mana. Osti kiradi. Bu yerda eng pastdagi sozlamalarga kirib, kanal ustiga bosib, mana shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlariga qo'yib qo'yasizlar va sizlarning kanalingiz amerikanskiy kanal bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bilan obuna bo'lib ketasizlar.